Assalomu alaykum hammaga. Biza Yangi Bozor tumani Bag'alandamiz, Baxtiyor og'aning uyida. Uyimiz adresini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, 31-san maktabning orqa tarafida, ham yonidan bog'cha bor. Bu yerga ketgan material o'zlarimizdan bo'ldik. 10 tochka bo'ldi, 8 yera batareya qo'yib berganmiz. Hozirgi kunda zamonaviy dur alyumin batareyalarimizdan. Atyolimiz samochok sistema ishlab turibdi. Har doim bo'ling, nasoslar, ventilyatorlar, datchiklarni, kranlarni ham qo'yib, otopleniyamizni yoqib, qizdirib topshirib berdik. 85 gradus bo'lib turibdi. Mo'rlarimiz 2.7lik stenkada bo'ldi. 5 metr ishlatib berganmiz. Yerdan balandligi 6,5 metr bo'ldi. 32lik, 25lik, 20liklarimiz hammasi 2.6 stenkada bo'ldi. Qatyolarimiz xudo xolasa ko'rinishini hammerlari 3lik listdan tayyorlangan, ichlari rossiyskiy turba qo'yilgan. Siz ko'rib kuzatib borasizlar, ichida aytilgan ishlarni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Videomiz oxirigacha o'tirib ko'rib borsangiz, xudo xolasa ustasi materiallarni necha so'm pul chiqqanidan hammasini aytib o'tamiz. Bir bonimiz ekan, bonimizga o'nglatib birini qo'yib berganmiz, orqasini suvoqni zazorlaridan qo'yib ishlab berdik. Batareyamizning ko'rinishi akvaplastik bilan bir xil. Sho'rimizdan bonining ichidan katyollar chiqarib berganmiz, podacha apparatlarni. Bilgina sho'rimizni poltenda sozlarni kesib o'tirib berdik. Bonimiz birinchi batareyamiz. Kuxnyamizga 10 ushlatib, rossiyskiy platon kranlarni qo'yib, rezervuarni yonib, bir yere qo'yib berdik. Berimiz girib koridor hisoblan bir o'tiradigan yer ekan, berimizdan 10 ushlatib, bir yere qo'yib berganmiz. Otopleniyamiz samochok sistema ishlab turibdi. Shundan rashtinli baqa ishlatib berganmiz. 24 metr 32lik 113 shtuk dur alyumin batareyalarimizni ishlatib berdik. 27 metr 20lik, 25liklarimiz 45 metr ishlatib berganmiz. Ustaqisini tochkasini 450 ming so'mdan ishladik. 10 tochka bo'ldi, 4,5 million so'm pul bo'ldi. Dalonimizga girib kelaverishimizda 15 lat o'rta raqabini, yana bu yoq tarafimizga birini qo'yganmiz. Spalnilarimizga hammasini 15li, 14 lat qo'yib berdik. Katyoldan uzoq yaqinga qarab, ham xonalarimizni katta kichikligini qarab ishlab berganmiz. Otopleniyamiz xudo xolasa 100% samochok sistema ishlab turibdi. Bir oxirgi spalnimiz uncha katta bo'lmagan ekan, bellarimizdan ham shu 15 lat qo'yib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Suvoqlarni ertaga remontda zazorlarni ham orqalarini bir xil qo'yib joylatib chiqardik. Ertaga bugun qishda remont etchak bo'lsa, qolgan yerlarimizni ishlab turaveradi. Bu batareyamiz o'zini kranikdan yozdirib olib, remont etib, yana ham qistirib, suvni solib yoqaveradilar. Birinchi batareyamiz, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, kuxnyamiz 5, boni 6, berimizda spalnimiz 7, arqa spalnimizda 8-chi batareyamiz. Otopleniyamiz dum ixcham ham akkuratniy bo'lib chiqdi. Turbalarimiz bir liniyadan borib, bir liniyadan qaytib keldi. Bu oxirgi 8-chi batareyamiz, spalnimiz berimizdan 15 lat birini qo'yib berganmiz. Bu yerga ketgan materialni o'zlaringiz bilan kelib, 1 yil garantiyasi bilan ishladik. Общий 25 million 977 ming so'm pul chiqdi. Kelgan vaqtimizda $200 avans olganmiz. Ishni boshlab turib, yana $1000 avans olib, bugun qolganidan spiska etib, ko'rsatib topshirdik xudo xolasa. 1 yil garantiyasi, shuning ichida servis xizmati, misol uchun bir dona qovurg'asidan suv oqamay, kranik ishtafami, misol uchun katyolda defekt bo'lamay, bir narsa bo'lam, shu 1 yilning ichida kelib, besplatni ta'minlab uzatib beramiz. Bo'lmasagini almashtirib, o'rnidan tozalanib qo'yib beramiz. Aslida ko'rib kuzatib boraverasizlar, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Xorazm viloyatidan Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'lib, materiallarni o'zlaringiz bilan olib borib, 1 yil garantiyasi bilan ishlab beramiz. Sog'lom va salomat o'nglanmaga rahmat. Ko'mir otopleniyani o'tiraman deb yurgan donishli ishlarda videoni tashakkurmi, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi ishimiz xudo xolasa Qo'shko'pir tumanida bo'ladi. Sog'lom va salomat o'nglanmaga rahmat.